Farzandingiz 4-sinf va siz ixtisoslashtirilgan maktablarga yoki prezident maktablariga hujjat topshirmoqchisiz, lekin hali ham qanaqa hujjatlar ketishini bilmayapsizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga barcha ma'lumotlarni batafsil tushuntirib beraman. Birinchisi, farzandingizni oxirgi 2 oy ichida tushgan rasmi kerak bo'ladi. Rasm chiqarilgan holatda va GPS shaklida ham bo'lishi kerak. Chunki farzandingizni GPS shaklidagi rasmi internetga joylanadi. Agar rasm sifatli va chiroyli ko'rinmasa, rasmga отказ beraveradi va hujjatlaringiz qabul qilinmaydi. Ikkinchisi, farzandingizni metrga kopiyasi, ya'ni tug'ilganligi haqidagi guvohnomani olib kelib berishingiz kerak bo'ladi. Sababi platformaga farzandingizni ma'lumotlari kirgiziladi. Uchinchisi, ota-onasini pasport kopiyasi kerak bo'ladi. Chunki ota-onasi degan joyga sizni ma'lumotlaringiz kirgiziladi. To'rtinchisi, ikkita ishlaydigan telefon raqam kerak bo'ladi. Sababi farzandingiz qaysi sanada va qaysi smenadan imtihon topshirishi barchasi SMS orqali shu raqamlarga jo'natiladi. Bergan telefon raqamingiz doim ishlab turgan bo'lishi kerak va bundan tashqari eng muhimi farzandingizni tabeli kerak bo'ladi. Tabel holati birinchi tomonda tabel betligi, ikkinchi tomonda farzandingizni 4-sinf chorak baholari bo'lishi kerak. Asosiysi ingliz tili va matematika fanidan 4 baho bo'lmasligi va 5 ga yopilgan bo'lishi kerak va asl hujjatga direktor qo'l qo'yib pechat bosib bergan bo'lishi kerak. Farzandini shunaqa prezident maktabida o'qitmoqchi bo'lgan tanishlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'ying.